Hop. Hayyizam. Bismillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtani inneke entel alimul hakim. Boshladik. Bugun sizlar bilan muhim va misol uchun sefr imtihonlarida, ayniqsa og'zaki va yozma qismida ham foydalansanglar, kamida B2, C1 darajaga olib chiqib beradigan grammatik mavzuni o'tamiz. Tamam? Bu bilan biz shu B2, C1 darajadagi gaplarni yasay olamiz. Xo'pmi? Demak, shu narsani ko'rib chiqqan bo'lamiz inshaalloh. Xilala hazihi sana sa'a. Xo'p. Qaranglar. Mavzuyimiz demak ismul mustasno, istisno bo'ladi. Al istisna. Al istisna. Tamam? Istisno. Ya'ni istisno qilishni o'rganamiz bugun. Xo'p, bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana darsga hamma keldi, Ahmaddan tashqari deb gapiramiz biz, to'g'rimi? Yoki da bo'lmasa Muhammaddan boshqa hech kim kelmadi deymiz, to'g'rimi? Mana shu gaplar arab tilida qanaqa bo'ladi? Shuni hozirgi dars mobaynida ko'rib chiqamiz. Tamam? Qaranglar. Xo'p. Mana shunday istisno qilishlik arab tilida bu istisno harfi bo'lgan illa bilan amalga oshiriladi. Illa. Illa demak bu dan tashqari degan ma'noni ifodalab berar ekan. Tamam? Xo'p. Va illali gaplar 3 ta turga bo'linadi. Tamam? 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi bu tam musbat deyiladi. Tam musbat. Hop. Tam musbat. Bu qanday gaplarga tam musbat gaplar deyiladi. Shuni ko'rib chiqamiz. Hop. Musbat qanday belgi o'zi? Musbat degan nimani tushunamiz biz? Plus. Ya'ni gaplarimiz inkor bilan boshlanmasa, bunday gaplar musbat gaplar deyiladi. Tamam? Boshida biror bir inkor yuklamasi bo'lmaslik kerak. Ma, la, lam, lan, laysa shunga o'xshash inkor yuklamalari bo'lmasdan gapning boshi, ya'ni gapning mazmuni bo'lishli bo'lsa, bu gapimiz demak nima ekan? Musbat bo'lar ekan. Xo'p, tamligiga hozir nimaga tam deyilishini aytaman. Masalan, qaranglar. Birinchisiga misol. Hadara Ahmad. Yo'q, dek deylik birinchisiga. Hadara ko'plik beramiz. At-tullabu osonroq bilan. At-tullabu ad-darsa. Tarjima qildik. Keldi, ha? Demak, darsda talabalar qatnashdi, darsga hamma keldi, ha? Hozir hamma kelgan. Chekka endi men illa deyman. Illa Muhammad. Nima bo'ldi tarjimasi? Muhammaddan boshqa hamma darsga keldi. Mana shu tam musbat deyiladi. Shu yerda tam musbat borligi uchun birinchi qiladigan ishim illadan keyin nasb turadi. Buni o'rgataman sizlarga. Qaranglar. Bu birinchi turi, tam musbat turi. Tam deyilishining sababi, qaranglar. Mana buni ismi harful istisno deyiladi. Harful istisno. Tamam? Mana bu ismul mustasna deyiladi. Ismul mustasna, harful istisno va mana bu joyda Muhammad ajralib chiqayotgan so'z bor. Bu tullab, to'g'rimi? Ha, talabalardan ajralib chiqyaptimi hozir? Muhammad ham boshqa talabalarga o'xshagan bitta talaba, to'g'rimi? Faqat u bugun kelmagan. Shuning uchun talabalardan ajralib chiqyapti. Mana shu ismul mustasno ajralib chiqayotgan so'z mustasno minhu deyiladi. Tamam? Mustasno minhu. Tamam? Bakka minhu deb qo'yapman. Minhu. Demak, mana bu mustasno minhu bo'ldi. Harful istisno bo'ldi va ismul mustasno bo'ldi. To'g'rimi? Endi qaranglar. Demak, bizni istisnoli gaplarimiz shu 3 ta so'zdan tashkil topgan bo'lishi kerak ekan. Mustasno minhu, ismul harful istisno va ismul mustasno. To'g'rimi?
Mana shu uchalasi bor bo'lsa gapimizda, aynan mustasno minhu gapimizda bor bo'lsa, bu gapimiz tam bo'ladi. Tushundinglarmi? Ya'ni butunlay tamomila barkamol gap bo'ladi-da bu yerda. Hani birortasi tushib qolmagan, hammasi qatnashgan. Shuning uchun tam deyilgan, tamam? Tam musbat deyilishining sababi, demak, gapda mustasno minhu borligi uchun tam deyildi, va gapimiz bo'lishli bo'lganligi uchun nima deyilibdi? Bir devoringlar, yaxshi bo'lib qolarmikin sizlar? Nima deyilibdi? Ha, yaxshi. Energetik ichib yuborasizmi? Qo'yinglar. Bitta ho'plab olinglar, tarqatib oling, yaxshi bo'lib qolishamiz. Ha? Gapni boshida tushuntirdim azizlar. Gapimizda inkor yuklamalar bo'lmasa, u gapimiz musbat deyiladi dedim. Tam bo'lishini tushuntirdim. Mustasno minhu bo'lsa, gapda bu tam bo'ladi. Shuning uchun bu tam musbat deyildi. Nimaga tam musbat deyildi deb yo'lda sho'pirlar so'rab qo'yadi. Avtobusga kelayotganingizda Avazbek, shunda aytasiz, tog'a deysiz, qarang deysiz. Mana bu gapda mustasno minhu borligi uchun tam, bu gapimiz bo'lishli bo'lgani uchun musbat. Shuning uchun bu tur tam musbat deb nomlangan deysiz. Tushundingizmi? Tushunarlimi? Ha? Tushundingizmi? Sizga? Yaxshi. Va shunda quyidagicha gap hosil bo'ladi. Demak, talabalar darsga keldi, bitta Muhammaddan tashqari. Tushunarli? Va tam musbat turida doim bilib olinglar. Eng biz o'tishimizning asosiy sabab nima deyilsa, har kuni, har doim o'lib qolsa ham mana bu mustasno minhu, ismul mustasno nasb holatda turishi shart. Tushundinglarmi? Bunda illadan keyin kelgan so'z doim nasbda turadi. Boshqa holat bermaysizlar. Bo'ptimi? Tamam? Vujuban nasb bo'ladi bu yerda. Xo'p, ya'ni asosiy alomat fathadan boshqa narsa kelmaydi. Doim nasb. Kelishdigi? Demak, tam musbatda ismul mustasno doim nima ekan? Nasb holatda ekan. Tushunarli? Tushundikmi birinchi turini? Ha? Ishlata olamiz. Ikkinchi turi. Demak, mustasno minhu, harful istisno, ismul mustasno. Eslangdan chiqib qolmaydi, xudo xolasa. Xo'p, yaxshi. O'chiryapman chunki. Ikkinchi turi haqida gaplashamiz. Bu tam manfi. Tam manfi turi. Nafiydan olinganda bu. Nafiy bu inkor degan, inkoriyat so'z, ha? Demak, manfi o'zi bilasizlar, bu minusga manfi deyiladi. Ya'ni gapimizning boshi endi nima bilan boshlanishi kerak? Inkor bilan. Ya'ni inkor bo'lishsiz deydim buni. Ha? Inkor mazmunli gaplar, demak, bo'lishsiz gaplar manfi deyiladi. Tamligini sababi nima edi? Yaxshi. Yana bitta odam uyqudan turibdi. Mustasno minhu borligi tam degani, ha, 100 marta ishlangda qaytarib olinglar. Mustasno minhu bor bo'lsa, demak tam bo'ladi. Ha? Manfiligini sababi hozir yozib beraman. Xuddi mana shu gapni nimaga o'zgartiramiz? Inkorga o'zgartiramiz. Ha? Masalan, o'tgan zamon inkorini nima yasardi? Kim esida bor? O'tgan zamonda inkor. Ma yoki lam, to'g'rimi? Bu yerda ma'ni beramiz, ma. Ma deyiladi bir ovozdan. Xo'p. Ma. Ha, aytinglar. Ma hadara at-tullabu ad-darsa illa Muhammadga hali endi nima qilmay turamiz hozircha? Harakat bermay turamiz. Mana bunda nasb bo'lishini bilib oldik. Bu turida nima bo'ladi? Hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib hamma ruchkani qo'yib olsin. Kimdir ruchkani foydalanyapti tashitda. Ha, ana shu odam qo'ygandan keyin dars tushuntirish boshlayman. Hozir faqat menga qarab turinglar, bo'ptimi? Yaxshilab tushunib oling. Xo'p, ma hadarat tullabu darsa illa Muhammad turibdi. Va Muhammadun, Muhammadinda aytaman hozir. Xo'p, bu tam manfi bo'ldi. Manfiligining sababi inkor borligi.
Demak, tarjima qilsak endi talabalar darsga kelmadilar illo Muhammaddan tashqari. Endi mana bu gapimizni teskarisi bo'lib qoldi. To'g'rimi? Endi bu yerda bitta vatanli qilib hamma kelishib olib kelmagan, Muhammad klasskomli qilib kelib qo'ygan. Va ashini kasridan butun sinf endi kalta yeydi. To'g'rimi? Demak, bu yerda bitta Muhammad kelgan. Qolganlar kelmagan bo'ladi. Xo'p, bu tam manfiy deyildi. Manfiyligining sababi nima bo'ldi? Mustasno minhu bu yerda Muhammad tullabdan ajralib chiqyaptimi? Demak, shu mustasno minhu, ha? Mustasno minhu borligi uchun buni nima deymiz? Tam deymiz. Yaxshi. Xo'p, tam manfiy turidagilar ismul mustasnoga ikki xil i'rob berishimiz mumkin. Ikki xil i'rob berishimiz mumkin. Bu qaysi desa, birinchisi yuqorida aytganimizdek Muhammadan qilamizda vujuban nasb deymiz. Ya'ni nasb holatda turishi mumkin. %100 mumkin. Ikkinchisi i'robchi deyilsa, ikkinchi holatda izlar nima qila olamiz? Mustasno minhuning i'robiga qaraymiz. Nima bilan tugayapti? Rofda turibdi, to'g'rimi? Chunki fa'il bo'lyapti bu yerda. Xo'p, fa'il bo'lganligi uchun rofda turibdi va shu rofda turganligi uchun shundan badal qilib, mana buni ham rofda bersak ham bo'ladi. Tushundinglarmi? Demak, ikki xil i'rob mumkin ekan. Bittasi nasb, ikkinchisi rof emas. Voy, mana buni i'robi nima bo'lsa, xuddi shunga o'xshatib bersak bo'ladi. Bu badal deyiladi. Buni sizlarga keyinchalik o'taman. Xo'p? Nahv darslarida bunga batafsil to'xtalamiz. Xo'p, hozircha shunday deb atlab olinglar. Mustasno minhuning i'robi nima bo'lsa, xuddi shunday i'rob qo'yishim mumkin bu yerga ham. Tushunarli? Bu agar kasrali bo'lsa, kasra qo'yishim mumkin, fathali bo'lsa, fatha qo'yishim mumkin, dommali bo'lsa, domma qo'yishim mumkin. Tamam? Ya'ni rofda kelsa rof, nasbda kelsa nasb, jarda kelsa jar bo'lishi mumkin degan. Yoki'da bo'lmasa, menda osonroq varianti bor. Shat nasb qo'yib qo'yaman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bu ham mumkin. Chunki to'g'rimi? Har ikki holat ham mumkin. Ya'ni ha. Tamam? Demak, har ikki holat ham mumkin. Yoki vujuban nasb, bunga o'xshatib nasb beraman, yoki mustasno minhuning i'robiga qarayman. Agar sizlar o'ylanib qolsanglar, doim nasb yozib ketaveringlar. Tushunarli? Xo'p, nimaga yozib ketaverasiz? Chunki yutqizmaysiz shunda. Nasbni hech qachon yutqizmaysiz. Ba'zi o'rganib qo'yishimiz kerak. Nimaga? Chunki bizga misol matnlar keladi. Matnlarda bu yerda nasb emas, balki ana uni i'robiga o'xshagan i'rob turganda o'zimiz yo'qotib qo'ymaylik. Bunaqa bo'lardi-ku, nima bu yerda bunaqa kelyapti deb. Tamam? Chunki tam manfiy turida ikki xil i'robga ruxsat bor. Tushunarli? Yaxshi. Ikkinchi turi ham tushunarli bo'ldimi? Endi uchinchi turi haqida gaplashamiz. Uchinchi turi qiziqarli turlardan bittasi bo'lib, bu noqis shuni tepaga yozay-a. Hozir men ham sizlar ham qiynalamiz ekan. Mo ketdi mana o joy. Noqis manfiy. Noqis manfiy turi. Bunda endi nima bo'ladi? Xo'p. Tam kelyapti o'zi. Nima uchun tam bo'lyapti o'zi yana so'rayapman. Mustasno minhu. Endi noqis bo'lib qoldi. Nima bo'lishi kerak? Yo'q bo'lib qoladi endi. Tamam? Manfiy bo'lsa nima bo'lishi kerak demak? Inkor. Qani hozir menga kim aytib beriladi? Men shuni mustasno minhusini yo'q qilib, menga misol qilib aytib beriladi. Ha mana, qaranglar. Tam bo'lish uchun mustasno minhu bo'lish kerak dedik, to'g'rimi? Nafiy bo'lish uchun inkor bo'lish kerak dedik. Endi mustasno minhuni o'chirib nafiy qilib yozib berishimiz kerak. Kim? To'ppa to'g'ri, malades. Faqatgina oxirini necha to'g'rilab qo'ygan. Ha? Demak, ma hadarodan boshlaymiz. Ma hadaro. Ha? Endi mustasno minhuni tushirib yuboramizmi? Bu yerda mustasno minhu tullab bo'lyapti-mi? Shuni tushirib yuboramiz. Ad-darsa illa Muhammad bo'ladi mana.
Endi bu noqis manfiy turiga misol. Tamam? Bunda mana ma hadarat darsa illa Muhammad bo'ldida tarjima qanaqa bo'ladi degan savol bor. Chetda. Tamam? Hop, hech kim kelmadi. Kimdan boshqa? Muhammad. Demak, kim kelgan? Muhammad kelgan. Mon bilan tarjimasi bir xil. Lekin bunda mana 3-turda i'robni aniqlash uchun mana bu Muhammadga hali harakat qo'yib bermadim-ku sizlarga, to'g'rimi? Va tarjimani to'g'ri chiqarish uchun sizlarga zo'r sekretli bitta usul bor. Shuni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Bu qanaqa desa, buni borku vaqtda bo'lishsiz qilib emas, bo'lishli qilib tarjima qilsa bo'ladi. Ya'ni mana darsga hech kim kelmadi, Muhammaddan boshqa deb gapirgandan ko'ra, faqat Muhammad keldi deyish osonmi? To'g'rimi? Ikkosining mazmuni bir xilmi? Ha, shuni qanaqa qilib qilamiz degan savol bor. Uning uchun matematikaga murojaat qilamiz. Matematikada shunaqa qoida bor. Kim matematikani yaxshi o'qigan? Ko'chadan so'rab kelsam bo'lar ekan, uni. Xo'p. Ikkita minus bitta plyusga teng deyilgan, to'g'rimi? Ha? Mana shu yerdan ikkita minus topamiz. Bular ma bilan illa, to'g'rimi? O'chirib yuboramiz shuni. O'chirsak, hadarat darsa Muhammad. Darsga keldi kim? Muhammad. Tushundinglar? Bir xil tarjima chiqyaptimi? Noqis manfiy turini topdinglarmi? Mana shu formula bo'y joyida ish beradi. Noqis manfiy bo'lsa bo'ldi o'sha narsa. Tushundinglar? Shart ikkita minusni o'chirib yuborasizlar. Muammo hal. Tamam? Hadarat darsga keldi kim? Muhammad. Demak, bu yerda ish harakat bajaruvchi kim? Demak, Muhammad foilmi? Ha? Demak, foil qanaqa turish kerak? Shuning uchun rof bo'ladi bu deymiz. Tushundinglar? Ya'ni mana bunga aynan 3-turida aynan nasb bo'ladi, aynan jar bo'ladi yokida aynan rof bo'ladi degan qoida yo'q. Uni bilishlik uchun biz mana shu ikkala tomonni o'chirib yuboramiz. O'chirib yuborsak, gapning mazmuni kelib chiqadi. Ya'ni mana shu hadarat darsi shunga o'xshagan so'z gap kelib chiqadi. Va alaykum assalom. Tezlashamiz. Xo'p, prokurorlar ham kech qolmaslik kerak darsga. Tushunarli? Demak, shunda mana shu gapning mazmunidan biz aniqlab olamiz i'robini ham. Tushunarlimi? Oson ekan bu turi. Shu ikkita minusni o'chirib yuborasiz, teng qilib qo'yasiz. Bo'ldi. Tamam? Kimda savol bor? Lekin anaqa darajasiga qaraganda noqis manfiy qilganimizda daraja ko'tariladi. Sifrda demoqchimisiz? Har uchalasi ham zo'r buni. Hozir men sizlarga buni bor-ku, bitta balandroq, ya'ni balandroq demak, sinonimlik xususiyatlarini ham ko'rsataman. Illa nun degani nimalar bera olamiz biz? Shuni ko'rib chiqamiz. Tamam? Bo'pti, yozib olamiz bo'lmasa.